boshlang'ich to'lov qilsanglar, ostatga pulni absolyutno foizsiz nasiya savdoga qilib beraman. Eng eksklyuzivniy modelidan boshlaymiz. Audi A8 long dvigatel W12 6 litrli bo'ladi. Rasxodini mendan so'ramanglar. 2004-yil 180 ming kilometr probeg, haqiqatan komfortli avtomobil, pnevmopodveskada mayda-chuyda ishlari bor, qilasizlar. Kerak bo'lsa, ustani ham, zapchastini ham yordam beramiz. Narxiga keladigan bo'lsa, $9,000. Boshlang'ich to'lov 4-5 ming bersanglar, ostatkaga 6 oyga 5% gaplashamiz. Bu ham juda eksklyuziv Chrysler 300C modeli, 2006-yil probeg 300 ming kilometr, lekin haligacha hamma elektronikalar ishlab turibdi. Gap yo'q bu avtomobilga, narxi $7,500. Uni ham 4 mingcha bersanglar, ostatka 5% 5-6 oyga gaplashamiz. Yana bitta Audi A8 4.2 объем dvigatellari bilan 2002-yil avtomobil nahadu, uni ham mayda-chuyda ishlari bor, uni ham yordam beramiz. Narxiga keladigan bo'lsa $10,000, boshlang'ich to'lov 4-5 ming bersanglar, ostatkaga 6 oy, 8 oy, 10 oyga ham gaplashsa bo'ladi, 5% hammasi.